Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarimiz. Bugun talabalar shaharchasida talaba yoshlardan bo'sh vaqtida qanday kitoblar mutolaa qilayotganligi haqida bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eng sevimli kitobinglar qaysi? Eng sevimli kitobim Yulduzli tunlar. Talabalarga qaysi kitobni o'qishni tavsiya qilasiz? Men o'zim asosan jahon adabiyotlarini o'qiganligim uchun Dostoyevskiyning asarlarini o'qishni. Eng sevimli kitobingiz qaysi? Farg'ona Toygun Tunchi Mirzagalasi. Farhod va Shirin. Ana shu kitob yoqqandi juda ham. Eng sevimli kitobingiz qaysi? Ikki eshik orasi. 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 Assalomu alaykum. Eng sevimli kitobingiz qaysi? Asrga tatagolik kun. Sabaytore. Yo'q. Yashamoq degan kitob. Eng sevimli kitobim O'tgan kunlar. Eng yaxshi ko'rgan kitobingiz qaysi? Eng yaxshi ko'rgan kitobim George Orwell 1984. Может по-русски? Ваша любимая книга? Книга. Ну, книга по физике. O'zingiz eng yaxshi ko'rgan kitobingiz? Masalan, tarixdan yaxshi ko'raman tarix kitoblarini. Chingiz Aytmatovning Qiyomat asari. Eng sevimli kitobim Muqaddima. Ibn Xaldun. Qaysi? Dunyoning ishlari. Eng sevimli kitobim bu Boyota va Kambag'alda. Talabalarga qaysi kitobni o'qishni tavsiya qilasiz? O'zimning yo'nalishimdan kelib chiqib, o'zini haq-huquqini bilish uchun fuqarolik kodeksi yoki fuqarolik protsessual kodeksini tavsiya qilaman. Mana talabalarning qaysi kitobni mutolaa qilayotganligini ham bilib oldik. Kamera obyektividan chetda qolgan talabalar o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring.